Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyimizni başlaymiz. Leksiyada sizlarga Washington'dan sözleymiz. Bugünkü islah 2023 yıl 4. ayının 17. günü. Heptiga düşenbe vatandaşım. Bugünkü vaziyatdan gep kılsak, Cumhuriyet yoki Cumhur Halk Cumhuriyeti Devlet Müdafiasının Ministerliği şanfı 16. günü, yani tünügün Moskvaga ziyaret geldi. Endi bunu tuyuksuz deymiz mi, yoki orunlaştırışındak mı, bunu bir hafta burun. Bunu ilan kılgan vatandaş. 3. ayının 20. günü Reis Xi Jinping özü Moskva'nı ziyaret kıldı. Endilik Devlet Müdafaa Ministeri Moskva'nı ziyaret kıldı. Prezident Vladimir Putin şundaq dedi ki, hazır başkasını koyup duraylı, iki devlet oturuz ki harbiy hamkorlik naiti çıraylık terakki kıldı, uçur almashtırış. Bulup mu harbiy işler sahasında texnika, yani o seni təminləş, meni təminləş degendek, bu iş naiti çıraylık devam kıldı dedi. Sizlarga ma'lum vatandaşlarımız bir haftadan bir-iki xalqaro vaziyat to'g'risida xabaronoma, tamam. Masalan, birinchi qatimda shu oyninki nechinchi kuni 13-14 ayından burunroq Yevropa İttifaqı komitetining raisi von der Leyen, undan keyin Fransiyaning prezidenti Macron Beijingni ziyorat qildi. Onun keynidilla hazır növbette Fransiya bugün ahırlaştı 15. gün tünügün deyli. Germaniya Taşqi İşler Ministerliğinin ministeri Batır ayal bu. Baerbock. Annalena Baerbock hanım Beijing'ni ziyaret kıldı. 3 qatımlıq görüşdən keyfiyata qaran vatandaşım. Birinci qatam von der Leyen, Reis von der Leyen hanım nemi dedi, Uygurlar doğrusu kişilik hukukuna kızgaldı. Ondan keyin andan Rusiyaga harbiy yordam bermaslik doğrusu da Reis Xi Jinping şundaq askartdi. Reis Xi Jinping bunun yordam bermay Rusiyaga bermayman degan gapni bo'lmadi, biroq von der Leyen hanımның ağzından şu gap chiqdi. Enin kayındınan Fransiya'nın prezidenti Macron azı sözlep elişip kalgan adamdak deyli. O yüzden vataniga kayıttı. Yani bugünlerde eysiniz vatandaş mı şu 2-3 gün içinde avval Kanada parlament vekiller Ümüge Tayyiban'ı ziyaret kıldı. Tünügün 16. günü Fransiya parlament vekiller Ümüge Tayyiban'ı ziyaret kıldı dedi ki Tayyiban boğuzuda yüz bergen iş, bütün dünyada yüz bergen iştir. Ya ki Tayyiban boğuzuda bir vaka yüz berse, bütün dünyada yüz bergen boludu dedi. Fransa parlament vekilleri Prezident Macron'a karma karşı söz kıldı. Bular ketdi. Endilikte Li Shangfu, nima? Baerbock hanım Germaniya Taşqi İşler Ministerliğinin meydanı intayin qattiq. Hem diplomat Wang Yi bilen görüştü, Merkezi Komiteti Siyasi Büro'nun azası, hem diplomatiya ministeri Qin Gang bilen görüştü. Bu aralıkta Wang Yi mu ketkizip koydu, Qin Gang mu ketkizip koydu. Çünkü sözde logika, mantığı bulmagandan keyin bularning siyaset pozisiyasi meydana ketip kaldı vatandaş. Mesela Wang Yi nemi dedi deseniz, biz iki Germaniyanın qo'shilishda qo'llagan toq, birlik kelishda qo'llagan toq dedi. Bu yerda ketib qolgan mantiqi nima deseniz, iki Germaniyani sen uni sharqi Germaniya, buni g'arbi Germaniya deb e'tirof qilding, diplomatik e'tirof qilding sen Cumhur Halk Cumhuriyeti. Bugun Tayvan-chu, undaq desen Tayvan yoki Cumhur, sen diplomatiya jihati Germaniyanın birleşkenligini qo'llagan bo'lsang, xuddi shunga o'xshash bugun Tayvanning mustaqil davlat qurishig'a qo'shilishing, ikki davlat bo'lib o'tirg'i chiqishing, uningdan keyin ondan birlik kelishing kerak. Qoida shundaq bo'ldi, mantiqi shundaq bo'ldi. Shunga bu yerda Wang Yi apandi yengilib qoldi.
Diplomatiya sahası yanılıp kaldı. Çingan Efendi hem yanılıp kaldı. Nemi dedi desiniz, Çingan Efendi müstakillik bilen tinchlik bir yer turammaydı dedi. Birbiriyle çıkışamaydı dedi. Bu mentakada xilaflık boğallık vatandaş. Rusya'nın özünde 15 devlet müstakil oldu. Tinch yoluyla müstakil oldu. Bu yerda nima karma karşılık yüzmedi hiç kandak. Tinchlik bilen müstakillik o'tirisi hech qanday logikali karma karşılık yok. Shunaqa ya? 15 devlet Rusya'dan ayrılıp müstakil oldu tinch yol bilen. Birisiga bir pay ok atmadı, birisi güleymedi. Tinch yol bilen. Bugün Tayvan meselesi kelgende Çingan Efendi nemiş ki müstakillik bilen tinchlik bir bilen chiqishamaydigan bo'lib qoldi. Her ikki diplomat meyli Çingan Tashqi ishlar ministri Meyli Wang Yi siyasi büronun a'zosi bu qatim Berbok xonim Germaniya Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda logikada ketkizib qo'ydi vatandosh. Makosal bo'ldi. Logikada ketkizib qo'ydi. Biz endi mushu gapimizni xulosalab kelaylik. Berbok xonim mavzu qo'yganda Amerika ovozi Xitoy til programmasi nima deb mavzu qo'ydi desangiz, Tashqi ishlar ministri Berbok Germaniyaning Cumhur'u ziyaret kıldı. Cumhur hükümetinin Rusya'ya hizmet işlep, Ukrayna urushini to'xtatish yoki tez to'xtatish haydakchilik qilishini o'ttirg'i qo'ydi. Yoki Cumhur hükümetinin aldığı qo'ydi dedi. Hem bunun Wang Yi hem Çingan hem biz Rusya'ya harbiy qurol yarog' setib bermaymiz degan ma'noda diplomatik söz iboralarni ishlatdi vatandosh. Endi siz sual qo'yib bakınga. Bugün Cumhur'un diplomatiya ministri Li Shangfu Moskvada Prezident Vladimir Putin'in aldida o'tiribdi. Bugün bunu Çin Pokon nima dedi? Sang Chuan Rugo dedi. O degeni hozir sen egilik huquqni yo'qotding, bir davlatning mudofaa ministrligini yo'qotding. Sen davlatning innovati va hammasini qimmatini sen Rossiyaga sotding. Hatta Sergey Shoigu Rusya Federatsiyasining davlat mudofaa ministri bilan Li Shangfuning o'ltirgan o'rnini selishtirdi. Çinpokon selishtirib Li Shangfu dedi, Prezident Vladimir Putin so'zlayotganda daftar qalam olib xotirlab o'ltirdi dedi. Bu demek sana hakaret dedi. Sen bunun hizmet vakolat kılıvatamsan. Sen bunun tertip ügütüvatamsan. Yoki nima, uning oldida uning so'zlagan so'zni nemish xotirlaysan. Hozir Çinpokonning so'zi. Buni mi qo'yib turaylik vatandosh? Hozir sizlar biz shunday bir tahlil qilib baqaylik. Sen dedim, Rusya harbiy qurollar qo'ymayman, sotmayman, harbiy jihat hech qanday munosabatim yo'q, qo'llamadim dedim. Xalqaro diplomatlarning oldida, xalqaro davlat rahbarlarining oldida shunday dedim. Acaba bugün devlet mudofaa ministri Li Shangfu Moskvaga berib edi. Prezident Vladimir hammani echib etdi ya vatandoshlar. Hammani echib etdi ya. Mana qarab turanga bugungi xabarga. Prezident Vladimir Putin borgan sari g'alati ochiqlangan bo'ldi. Hozir Li Shangfu bilan o'tirgan ko'rinishning o'zi shu Çinpokon tahlil qilayotgan ko'rinish. Yadro bombardımanchi aeroplani orqali Amerika Yaponiyaga popuza qilishga boshladi. Yoki popuza shiltishga boshladi Prezident Vladimir Putin. Kanada avval yo'l boshlabmadi. Rossiyaning Kanadadagi mal besatini butunlay musodara qildi. Bu tugdimi? Hozirdan Çinpokon kelayli. Amerika harbiy parxodlari Tayvan bo'g'ozidan omon eson o'tdi. Prezident Vladimir Putin darajadan ortiq kutib oldi. Masalan, Li Shangfuni. Li Shangfu egilik huquqni yo'qotib, davlatga ahonat keltirdi. Demak, bu Prezident Vladimir Putinning ishxonasi Li Shangfuning o'ltirishi. Endilikda hozir gap u yerda emas. Qanday o'ltirishni qo'yib turing. Hozir Prezident Vladimir Putin madhiyahlida nimani? Cumhur bilan Rossiya o'ttirisidagi harbiy bodakalda qilishni, harbiy ishlar sohasidagi munosabatni, texnika almashtirishni, uchur almashtirishni devetdi, echibetdi ya Prezident Vladimir Putin. Bu qanday gap?
Bir savol qo'ying, o'ylab boqing vatandosh. Xalqaro besim Amerika Qo'shma Shtatlari sen Rossiyaga harbiy qurol yaraq yordam bermi hozirgacha. Xalqaro besim kelibdi deb. Bugun Yevropa ittifoqi shundaq besim bilan 2 nafar davlat rahbari kelib Beijingga qaytdi. Hatta Germaniyaning tashqi ishlar ministri kelib Makaronning xatoliklarini tuzatdi. Jungo qattiq muomala qildi. Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ydi. Anda Ukraina masalasini o'ttirib qo'ydi. Urushni to'xtatsan degan talabni o'ttirib qo'ydi. Dal shundaq paytda 15-yilda Germaniyaning tashqi ishlar ministri Berbo xonim ziyoratini oxirlashtirib Jungo'ning vataniga qaytdi. 16-kuni buni ko'ring. 16-kuni Jungo Davlat Mudofaa ministri Li Shangfu Moskvaga ziyoratga keldi. Eliqa davlat rahbarlari, Yevropa ittifoqi davlat rahbarlari, prezidentlari o'tirib qo'yg'ini Ukraina urushni oyoqlashtir. Rais Xi Jinping sen ta'sir qilib Vladimir Putin Ukraina urushini oxirlashtir dedi. Uning aksicha Prezident Vladimir Putin bugun hammani echib ya vatandosh. Demek bizning sen bilan harbiy ishlar sohasida munosabatimiz bor. Xo'sh. Endi 3-oyning 17-kuniga kelaylik ya vatandosh. Xalqaro jinoiy ishlar sotqinligi iyasi Prezident Vladimir Putinni urush jinoyatchisi deb qo'lga ilishni buyrug'ini tushadi ya vatandosh. 3 kundan keyin Rais Xi Jinping Moskvaga keldi. Ma'qul bunimi deb turayli. Bugun agar xalqaro sotqinligi iyasi, Gaaga sotqinligi iyasi Prezident Vladimir Putinni sotqa tortadigan bo'lsa, Prezident Vladimir Putin bugun echivetkinidek 16-kuni Moskvada echib tashlagandek Jungolar Rossiya o'rtasida harbiy munosabat izchil yuqori sifatda taraqqiy qilib keldi degan so'z bo'yicha aytganda vatandosh Ukraina urushi maydoniga bevosita qatnashmagan bo'lsa-mu Jungo Kompartiyasi yoki Junxo Xalq Respublikasi demak sen vasitla qatnashding degan gap. Mushu kunda Rossiya Ukraina tajovuz qilayotgan kunda sen Rossiya bilan harbiy munosabatni saqlagan ekansan, harbiy ishlar munosabatini saqlagan ekansan, uchur aloqa yetkazishni saqlagan ekansan, harbiy ishlar texnikasi munosabatini saqlagan ekansan, demak sen bu urushga qatnashding degan gap. Sen Rossiya urush maydonida paydo bo'lmasangmi, lekin sening barlig'ing ideya, fikring, uchur aloqa, qurol yaraq texnikasi, harbiy qurol yaraq hatta Rossiya gardan bergan narsa burundan maxfiy oshkor deyilib kelayotgan gaplarning hammasi bekor rost bo'ldi ya vatandosh. Agar Prezident Vladimir Putinni Gaaga sotqib chaqiradigan bo'lsa, sizlar-chi Jungo'li qapandilar bu urushga yordam bergan. Qurol yaraq yordam bergan, texnika urush texnikasi va harbiy qurol yaraq texnikasi yordam bergan, harbiy uchur aloqasi yordam bergan. Mushin deb turayli. Garchi sen bir askar avatmagan bo'lsangmi, maydonga urush maydoni Ukrainaga, lekin sening barliq narsan qurollaring, texnikalaring hammasi berib qopdi-ku Jungo'li qapandi. Bugun davlat mudofaa ministri Li Shangfuning oldida Prezident Vladimir Putin buni aytib etdi. Texi tünigim Prezident Vladimir Putin Şinjay'ның 21-kuni жүгініп olturup sana bir nemelerni degen idi. Nemi ekanligi gap bo'lmasa lekin tahlil qildik. Shu vaqtda Rais Xi Jinping mening degan so'zimga qo'shilganliging uchun sana rahmat dedim. U qandaq dedik tahlil qilib. Endi bugun agar Aralıkta, mushu 10 Aralıkta Rais Xi Jinping Prezident Vladimir Putinga bergan va'dasida yenib olgan bo'lsa, endi Prezident Vladimir Putin davlat mudofaa ministri Li Shangfuni chaqirib Beijingga, Moskvaga elib kelib, uni adablashga boshladimi? Va'dani yenib olding dedimi? To'xtabdi, bu ishning beshida sen bor dedimi? Agar biz dengizga cho'kib ketsak, tangli cho'kamiz dedimi? Agar Gaagaga sotda kolliyasining oldida javobgar bo'lib o'ltiradigan bo'lsak, sen mening yenimda o'ltirsan dedimi? Qarab boqma mana. Bitirib turimiz. Rossiyani qo'llamaymiz.
hazırgıçı vədi berip geldim. Hərbi qural-yaraq bilen təminlemeyimiz, hazırgıçı yardım vədi berip geldim. Bugün Prezident Vladimir Putin Rusya bilen Cungo oturusundaki her bir işlem münasebetini eçip ettiği diyen gep. Uruş devri. Ukrayna'da uruş kılıp atkanda bu münasebeti eçip ettiği diyen gep. İki dese. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari başçılığındaki G'arb dünyası bu eçivit qandaq inkas qaytardı. Bugün yoki ertaga. İkincisi, hozir Prezident Vladimir Putin bu münasebetde Cungo bilan Rossiya o'tirish harbiy munosabatlarni echib etdi. Cungo qanday inkas qaytardi? Cungoning xalqarodagi maydoni qanday bo'ldi? Cungo'nun bulup bu Avrupa İttifakı aldırdı. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifaqlashlari oldidagi meydani obrazı qanday bo'ldi? Bundan keyin uning tashqi siyosat va diplomatiyada degan so'zlarning rost yolg'onligini aniqlab berishdan g'oyat yo'q. Mana paket. Bugün Prezident Vladimir Putin geçip etti vatandaş. Nima dedidan? Uçur almashtirdi. Prezident Vladimir Putin bunda ko'rsatdi. Rossiya Cungo harbiy ishlar bo'yicha hamkorlikni faol ilgari surdi. Muddat ichida uchur almashtirib turdi. Harbiy ishlar texnika sohasida hamkorlashdi. Ko'rdingizmi? O'xshash bo'lmagan joylarda Cungo Rossiya birlashma manevr o'tkazdi. Vladimir Putin yana bunda ko'rsatdi. Bu soha Rossiya Cungo munosabatining ishonchlik darajasi va strategik mahiyetining bir halqılık sahasida. Qaysi soha? Harbiy ishlar sohasi. Rossiya Cungo munosabatinin ishonchlik darajasi va strategik munosabatning mahiyetining halqılık bir sahasidir. Demek Rossiya bilan Cungo o'rtasidagi harbiy ishlar munosabati ana shunday munosabat ekan. Bugun bu munosabat Ukraina urush maydonida ifodalanyapti. Demek xulosa qilganda to'rbatdagi bir cümle so'zni aytib qo'yaymi vatandosh? Hozir Prezident Vladimir Putin so'g'i sakraymizmi? Keling, Cungo Xalq Respublikasi siz bilan tang so'g'i sakraymiz. O'zimizni daryoga otamizmi? Keling, Cungo Xalq Respublikasi siz bilan birga o'zimizni daryoga otamiz. Chunki Ukrayna ishi, Ukraynaga Rossiyaning tajovuz qilishi bu Rossiyaning o'zining yakka oldiki ishi emas. Bu sizin bor. Siz qo'lladingiz, harbiy texnika bilan qo'lladingiz, harbiy qurol-yaraq bilan qo'lladingiz, hatto yana boshqa qo'llashlar ham bor. Anda ushur aloqa bilan qo'lladingiz. Hozir ikkimizning harbiy ishlar munosabati mohiyat jihatdan aytganda strategik jihatdan aytgan ikki davlat o'rtasidagi halqılık munosabatdir. Keling, Cungo Xalq Cumhuriyati Gaagada sotda birga o'tiramiz. Sot kollegiyasining oldida javobgarligimiz o'xshash demakchimi? Demak bu to'rbatda aytilayotgandek hozir Prezident Vladimir Putin Cungo Xalq Cumhuriyatini so'g'i so'rab kirmoqchi. Yoki o'chig'ini aytganda atogan Gaaga bilmaymiz qaysi vaqt kelligini vatandosh. Prezident Vladimir Putinni sud qiladigan bo'lsa, Cungo'ni so'rilib chiqandi dedi. Mana vatandosh Amerika ovozi bergan xabar mana. Oshkorlab aytdi, Li Shanxuning o'ltirishi qarab, o'ltirishni Chimpokong tahlil qildi olmaydi. Sen davlatni sotding, inovatni sotding, egilik huquqni sotding, davlatning nomusini, ahonatini sotding dedi hozir mana Chimpokong. Demek bu yerde Li Shanxu Devlet Müdafaa Ministeri teklif qilgan kishi Rossiya Devlet Müdafaa Ministeri Sergey Shoigu. Bu Prezident Vladimir Putin 16. kunila aldırab ketib ko'rishganda ko'rishdi degan gap. 3-oyning 20 kuni, 4-oyning 16 kuni. To'g'ri bir oy ichida yuz bergan ish vatandosh. Endi biz Emine Vladimir Putin eçib etkende buna G'arb dünyasının inkası qanday bo'ladi? Siz bilan biz shuni qaraymiz da vatandosh shu vaqtda yana qayta tahlil qilamiz.